Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzumiz Speaking'da 8+ grammatik. Okey. Bo'lmasam formulasini bir ko'rib chiqamiz. Subject plus verb negative bilan let alone plus noun or verb. Okay. Misol uchun I don't have time to do my homework, let alone clean the house. Uy ishlarni qilishga vaqtim yo'q. Uyni tozalashni gapirmasa ham bo'ladi. Desa to'g'ri keladi. Ikkinchisi I cannot afford to buy a toilet paper, let alone vacuum cleaner. Yani tuvalet qog'oz olishga qurbim yetmaydi. Changuvchini gapirmasa ham bo'ladi. Sizlar bilan bek bo'ldi. Bundan ham yaxshi videolar kerak bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar.